Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz mana Ilhomjon va Abdurahmonlarning fermasiga kelganmiz. Ertalabki mollarda obzor jarayoni. Buxorolik hoji akamiz mol tanlashyapti ekan, shunga video kelgandik. Mollar olib chiqib oldik. Mollar o'ynashini qaranglar. Voy jonivorlar. Ilhomjon, bu nech puldan nech pulgacha edi? Hammasini olganga 24,5 dan ekan bu mollarimiz. Vafshe ajoyib mollar, 100% yashirdan chiqqan. Yeb ichishlari javob. O'ynashini qarang bu mollarni. Voy ajoyib. Sal yaqinroqdan ko'rsataylik. Ertalab chiqqanda shunaqa o'ynab beradi ular. Bular tomosha qilib maza qilasiz. Dahshat. Bunaqa videolar chiqmaydi to'g'risi obzorlarda. Bizga obuna bo'lsalang, kuzatib borsalaring, faqat mana shunaqa eksklyuziv videolar bo'ladi. Oldi qochdi videolar qo'ymaymiz. Tabiiy jarayon. Tabiiy jarayonlar. Ana qol. Mollar o'ynab turibdi. Itlari ham bunaqa to'la mollar qishda topish qiyin, to'g'risi. Bu mollar hadim ham kelavermaydi. Kommentariyaga telefon raqam deb yozib qo'ysalang, nomerlarini tashlavoramiz. Faqat obuna bo'lib kuzatinglar.